Uchxonaga Sebzorga kelganman. Shundoq Tarnovdan o'tasizlar, poliklinika, zakaz shu yerda 3 xona, 5-etaj, uy chiqqan. Holat mana shu videoda ko'rganinglardek holatda. Xo'sh, bu podyezddan kiraverish. Mana yoqda spalni ketgan. Mana bunimiz kichkina spalni, detskiy. Uni yonida katta spalnimiz ketgan. Remontlar endi mana shu holatda. Xohlasanglar shundoq olib kirib yashanglar, xohlasanglar yaxshi yevro remont qilinglar. Xo'p, yog'imiz mana vannaxona. Vannalar ham katta keng. Oldi devorni oldiga sursanglar ham bo'ladi. Xo'sh, mana yog'imiz mana zal. Fransuzskiy planirovka 9 etajga mana 5 ga 5. Zallarning balkonlari ochilmagan. Xo'sh, endi bu yoqda mana kiraverishda bunaqa shkaflari ham bor, stroyinli. Xo'sh, yog'imiz mana endi hojatxona. Ko'rsataveraylik. Hojatxona. Yog'imiz mana oshxona. Bu oshxonaning ko'pchilik ham devorlarni buzadi, gaz plitalarni olib chiqadi. Mana bu yerda balkonni ham joyi turibdi. Bitta manzarani ham ko'rsataveraylik mana. Yashil daraxt hamma yoq ko'rinadi. Joyi zo'r joyda joylashgan. Endi Sebzorlarni maqtasam bo'lmaydi, o'zi hamma biladi. Qayerda turasan desa, Sebzorda desa, "O" deydi-yu. Xullas, narxini 82 ming so'rashyapti. Hazzini kirishtiradigan joyi bor. Pastda nomerga aloqaga chiqinglar, baraka qilinglar, tamom.